Motor! Nima baqirasiz, ha? Boshlovchi iltimos, burningizga Relaxil sepib chiqing. Ovozingiz odamni bezdirib qo'yyapti. Chopper haqida yozish bu yoki buni sanga emas, ko'zozli jamiyatiga tekshirib yozishganmi? Voy deydi, adasi deydi, desam. Voy yana bola o'g'irlashlar paydo bo'libdi deydi menga qarab. O'zi qachondir to'xtavdimi dedi. Shunaqalar bor, o'zbeklarning dunyodagi eng farosatsiz, razil, Ha. iflos, Oh, madaniyatsiz, tarbiyasiz va hokazosiz deb Etoba, shaxmat ochaman desam, layli bagina nima deyishyapti. Bizga shaxmatchilar kerak emas. Yo, charchaganmiz pul yig'ishda. biz Qonunchilik palatasiga taklif kiritamizki, 50 yildan katta bo'lgan yillik mashinalar qolsin, ungacha bo'lgan mashinalarni utilizatsiyaga bering. Bo'tdan gaplashamiz sho'tdan. Qidiring uqatda. Qidirasiz sho'tdan. O'tdan. Nima? Ayyo. Bo'tdan podcast. Motor! Nima baqirasiz, ha? Assalomu alaykum hurmatli bizni kuzatib turganlar, YouTube'da obuna bo'lgan va obuna bo'lmaganlar. O'tdan podcast va navbatdagi tirsaga soni va undagi bugun mehmon Bahodir Ubaydullayev bugun mehmon. Nimaga men mehmonman bugun? Yo'q, bugun men mehmon emasman. Assalomu alaykum avvalambor hammaga. Obunachilar, bizni qo'llab-quvvatlayotganlar. Bugungi mehmonimiz Ulug'bek Mamatxonov. Xullas ikkalamiz mehmonmiz. Assalomu alaykum. Demak, biz bilan siz mikrofon oldida Ulug'bek Mamatxonov va Bahodir Ubaydullayev. Xursandman. Nima Mr. Ubaydullayev? Mr. Ubaydullayev. Mr. Ubaydullayev Bahodir Zinatullayevich. Xush kelibsan, Baho. Men buni kuzatib o'tiribman deylar, podkastlari, kommentariyalarni, har xil kommentariyalarni. Bugun ataylab speaker chaqirmadik, mehmonimiz yo'q. Bugun o'tdan o'zimiz gaplashamiz va 4 ta soni bo'yicha podkastimizda 4 ta soni bo'yicha suhbatlashamiz. Undan tashqari yana nimadir savollaringiz bo'lsa, Ulug'bekjon savol berishingiz mumkin. Xulosalarimiz qandaydir bir muhokama qilinadigan jihatlar bor. O'zi Ulug'bek 4 ta podkast bo'yicha mana chiqardik. O'zi qanaqa senga yoqdimi mana shu podkastlarga chiqishi? Endi yaxshi, zo'r, albatta mashaqqati juda ham kuchli, ayniqsa mana Centro Studioga kelyapmiz. Centro Studiyada bizni podkastlarimiz 5 minut bo'ladimi, 1 soat bo'ladimi, 2 soat bo'ladimi? Lekin juda ham tchatelniy deydi-yu tayyorgarlik, ya'ni juda ham yuqori darajada, yuqori saviyadagi tayyorgarlik bilan olinyapti. Hozir ham unaqa ko'p gapirmaymiz, 15 minutmi, 20 minut desak hayron qolishdi. Oybekjon, 20 minutcha mana shuncha harakat qildi. 1 soat harakat qilganmiz. Mayli. O'tdan gaplashamiz va birinchi sizlarning e'tiboringlarni qaratmoqchi bo'lgan jihatlarimiz, bilamiz ichingizda kommentariyalarni ham kuzatib boradiganlar bor, lekin ularni ichidagi bizani e'tiborimizni tortgan va bizani misol uchun xursand qilgan yoki xafa qilgan kommentariyalar ham bor. Marhamat, qaysi kommentariyadan boshlaymiz? Birinchi podkastimizga lekin juda zo'r qanaqa bo'pti, kommentariyalar bo'pti. Birinchi podkastimizda tanishuv bo'lgani. Boshlovchi iltimos, burningizga Relaxil sepib chiqing. Ovozingiz odamni bezdirib qo'yyapti. Voy, meni ko'nglimdagi gap. Meni xursand qilgan gap desam. Dushman o'zim ichimda. Hozir. Bunaqa kommentariy juda ko'p. Nima anaqa burningizni to'shatib oling. Bo'shatib oling, ovozingiz jonga tegdi. Men mashqqa javob beraman, hurmatli obunachilar. Nitolka meni bu gapirishim, umuman bilib olinglar, insonni mana bunaqasiga qarab, nima deydi, noto'g'ri baho bermanglar. Men burdim o'zi shunaqa, gapirishim o'zi shunaqa. Hamma o'zini tanaqasi bo'ladi, to'g'ri, kamchiligi bo'ladi. Bir kam dunyo. Meni borim shu degan. Mana shunaqa. Ko'rasizlarmi? Endi borligicha qabul qilamiz. Borligicha qabul qilaman, avvalambor qilmayman. Unda kamchiligimdan hech nolimayman, lekin mayli, shuni aytganingiz uchun ham rahmat. Kommentariy yozishibdi, shunchalik. Shuni gapiraman. Ya'ni kommentariy ham meni qiziqtirdi, hali
musobaqaga chaqirmagandan xafa bo'lish kerak emas. Shunga o'xshagan kommentariy o'qiding-ku. Qaysi? Ari chop berayotsanmi? Ha. Hozir mana shu ko'rsatib beraman senga. Mana qaranglar. Eshitdinglar. Ulug'bek do'stimizning media maydonida tajribasi oshib boryapti. Respekt. Bahodir Baydullayev jamiyat bo'limining guruhiga a'zo bo'lib e'lonlarda o'qib borsa xo'p bo'ladi. Demak, shunda choperdan quruq qolib ketmaydi. Jamiyatga advokat emasman, lekin istak mayli bor odamni nima ochiqdan ochiq ko'kragidan itarishganligini eshitmaganman. Bu birinchi sonimizda biz ko'z ozli jamiyat haqida gaplashgandik. Endi o'zimiz obyektiv fikrlarimiz Kimligini aytib yuboring va shu bo'yicha endi kommentariyada ko'rinib bilinib turadi. Endi nima desam ekan, bu yerda men o'zim aytishim mumkin, unaqa ommadan qanaqadir rasmiy Telegram kanalda yoki ijtimoiy tarmoqda e'lon qilinganini bilmayman. Men eshitdim, haqiqatda o'sha sportchilarni bittama-bitta telefon qilib chaqirishgan. Endi balki qayerdadir e'lon bo'lgan bo'lsa, biz o'tkazib yuborgan bo'lishimiz mumkin. Lekin hali zaharxanda qilib chopper haqida yozish bu yoki buni sanga emas, ko'zozli jamiyatiga tegishtirib yozishganmikin chopper. Balki bo'lishi mumkin lekin. O'zi bir nechta musobaqadan beri menimcha shu chopper degan sovg'a. Chopper o'zi yil ana mukofoti bo'lishi kerak. Yil mukofoti. Yil mukofoti. Chopper. Albatta. Endi kerakli narsa, men ham musobaqalarda olganman, haqiqatda kerakli narsa, lekin choppersiz qoldim Bahodir. Endi nima qilaman? Chopperim yo'q edi. Endi hurmatli mayli, shunchalik yozibsiz. Men bu yerda chopperdan quruq qolgani uchun xafa bo'lganim yo'q. Bu yerda hammani teng ko'rish kerak. Men kimnidir yomonlasham emas bu yerda. Masalan, jamiyatni ham yomonlamayman. O'zozlar jamiyatini to'g'risini aytib, menga foydasi tegan joyi ham bo'lgan. Lekin mana shunaqa ko'ksimizdan itargan chopper bermagan joylari ham bo'lgan. Bu yerda prosta mana biz o'sha paytda olib chiqdik, hammani birdek ko'rishimiz kerak. Birdek, hammasi birdek bo'lishi kerak. Ras o'shalarga telefon qildinglar, bizga ham kerak bo'lsa telefon qilinglar. Shu boshqa gap so'z yo'q. Mayli, bu yerda ko'p naqa to'xtab qolmaymiz. Yana qaysi kommentariyasini e'tiboringni tortdi? Endi yana lekin mana yozishganlar bor, nohaqliklar uchun dardini aytgan, mana shunaqa joy bo'lish kerakda degan joylar ham yozishibdi. Yaxshi. Ko'pchilik faqat yaxshi narsalar, omad tilashyapti, tezroq knopkani olinglar. Ayniqsa Murod Rizayevga ko'pchilik narsa yozishyapti lekin. Lekin ba'zi bir anaqa borishibdilar, noinsof sharhlovchi deb, nima savodsiz sharhlovchi deb. Iloji bo'lsa unaqa gapirib berlar. Murod Rizayev necha yillik sharhlovchi. Shu narsani bilib oladi. Kim yozgan o'zi bilib oladi. Bunaqa narsa yozish kerak emas. Kommentariy egasini topadi. Albatta. Bu yerda bizni chaqirgan har bir inson o'zi mehnat qilib, qanaqadir ijodlar bilan shu erishgan insonlar bo'ladi. Shuning uchun unaqa ortiqcha gaplar menimcha kerak emas deb. Tegida yozurishsin, gapimiz bor, negativ ko'taradi degan. Odamzodga qancha shunaqa gapiringlar desang ham baribir foydasi yo'q, chunki yozgan yozaveradi, yozmagan yozmaydi. Endi podkastlarni tashkillashtirish ham o'zi bo'lmayapti, to'g'risini aytsam, chunki spiker taklif qilasiz, uni vaqtiga moslashasiz. Mana Centro studiyasini bo'sh vaqtini topishimiz kerak. Bularning ham juda ham mijozlari ko'p, apparaturalari, fonlari, вообще udarmanaqa bo'lgandan keyin endi mana hozir ham soat 12. Tungi vaqtda yozyapmiz. Kuzatayotganlar uchun. Kechqurun 12. Men ertalab musobaqadan chiqqanman. Musobaqadan o'qishga bordim. O'qishdan bu yoqqa keldim. O'zi emas. Mana Shukrullo Siroylov bir anaqasi bordi, bir juda chiroyli gapirgan joyi bordi. Bash bir xonanda aytaymi kimligini ham. Qaysi xonandaga gapirgan anaqasi. Uni oshkora gapirganmi Shukrullo Siroylov? Oshkora. Bo'ldi, boricha aytaver. Nasafiyda gapirgandi. Nasafiy bo'lardi, bilasanmi? Lekin o'shaga ham aytganda, masalan, men o'zim eshitganman. Shu bolalar mayli qanaqa bo'lsa, lekin ijod qilyapti degan. Bir qisqacha anaqa bilan tushuntirgan. Shu baribir nima deydi, qanaqa yo'nalishda bo'lsa ham bir ijod qilyapti. Shu bolalar harakat qilyapti deymandik. Bitta Nasafiy emas, umuman hamma har bir inson ko'chada bayon olayotgan ham oddiy vayn olishi ham o'zi emas, 1 minutlik vayn sizlarni nima deydi, bir xursandchilik uchrashayotgan odamlar ham
shu darajada anaqa qilishadi. Mashaqqati bor o'ziga yarasha. Bu yerda misol uchun hozir 18+ narsa yo'q. Bir jinnicha narsalari qilmayapmiz. Faqat odamlarga foydasi keltiradigan narsalar bor, bundoq qaraganda. Hey insonlar, biz axir siz uchun shuncha kontent olyapmiz. Bo'ldi, o'zimiz. Like, Bir insonlarni eslatib yordingiz, Ulug'bek. ayyor. Shunaqa baqib qoladi. O'zi birinchi songa o'xshab ketyapti, chunki ikkalamizmiz. Endi bitta narsa so'ramoqchiman, Bahodir. Mana hozir juda ham trend mavzular bo'lyapti, ozgina jiddiy masalalar to'g'risida ham fikrlar bildirib o'tgandik. Mana taftish haqida gapirdik, boshqa yo'nalishlar jiddiy masalalarni gapirdik, lekin qanaqadir yuragim aytyapti, shu to'g'risida ham fikr bildiringlar degan bir Qanaqa fikr? narsa. Mana o'sha Epstein masalasi, Epstein ishi deb gapirishyapti. Umuman mana shu ijtimoiy tarmoqlarga chiqarilgan mana shu musor ma'lumotlar. Endi to'g'ri, bu yerda biz musor ma'lumot olamiz, lekin odamlar haqidagi qanaqadir kompromatlar boshqalar chiqarildi, ko'pchilikning asl basharasi ochilib ketdi. Meni eng afsuslantiradigan joyi aytishlaricha ana o'sha Epsteinga murojaat qilgan va uni oldiga borganlar orasida o'zbeklar ham bor ekan. O'zbek qizlari ham bor ekan. Va biza bu bittagina Epsteinni hozir odamlar gapirib bir qanaqadir vohma qilib gapirishyapti, to'g'ri, bu juda ham yomon narsa. Voyaga yetmagan qizlarni jinsiy zo'ravonlik qilish, ularni qanaqadir boshqa odamlar bilan jinsiy aloqaga undash, qo'shmachilik deymiz, yomon illatda. Albatta. Misol uchun shu ishlarni qilish juda ham yomon, lekin bundoq olib qaraganda yo atrofimizni ko'raylik. Yo atrofimizda ham bunaqa Epsteinlar tiqilib yotibdi. Ochiqdan ochiqligi. Ochiqdan ochiq, misol uchun o'sha voyaga yetmaganlarga zo'ravonlik ko'zi bilan, tazyiq ko'zi bilan qaraydiganlar ko'ryapmiz. Misol uchun ijtimoiy tarmoqlarda ham chiqyapti, o'gay ota, o'gay qizini zo'rlagan 12 yosh, aka singil bir-biri bilan qo'shilib qo'ygan va hokazo. Umuman biz berayotgan o'sha tarbiyani orasida, umuman ijtimoiy hayot orasida ham bu juda ham ko'p va men afsuski har bittamiz bu Epstein ishi bizga ko'zgu bo'lishi kerak. Har bittamizga. Faqat bu nima deydi, unaqa zo'rlashlar hozir ochiqdan ochiq boy aytamiz, ochiqdan ochiq bu vayillar bo'lyapti bunaqadaji. Hattoki. Endi bari bitta narsani iltimos qilardim. O'zbekligimizni esdan chiqarmaylik. Mayli, endi o'zbeklik degan tushuncha ham jano, rezinka tushunchada. Endi o'zbek deganda baribir mamlakat narsa bor. Mana shu baribir ancha-muncha davlatda bo'lganman. O'zbeklardagi baribir farosatli odam yo'q deb o'ylayman. Ochiq gapda. Xuddi shunaqa narsa hozir. Endi biz aytamiz, o'zbeklar dunyodagi eng farosatli deyapmiz-ku. Lekin shunaqalar bor, o'zbeklarning dunyodagi eng farosatsiz, razil, iflos, madaniyatsiz, tarbiyasiz va hokazosiz deb o'ylashga majbur qilib qo'yishadi. Ayrimlar. Majbur ham qilishyapti, o'ylashyapti ham. Yana bir shu vohma degandagi bir narsa esimga tushib ketib qoldi. Yaqinda uydagilar aytayotdi. Voy deydi, adasi deydi, desam, voy yana bola o'g'irlashlar paydo bo'libdi deydi menga qarab. O'zi qachondir to'xtavdimi dedim. Men aytmoqchimanki, opa singillarimizga iltimos, ijtimoiy tarmoqlarda narsa ko'rib qolasizlar, iltimos vohimaga tushmanglar. Voy bunaqa narsa bo'libdi, voy bunaqa bo'libdi, voy bunaqa narsa bo'libdi. Vohimaga tushmanglar, oddiy narsa bo'ldi. Bu sizlarni o'sha iminni bashtaqa voy deyishinglar uchun narsa chiqarilyapti. Kontent, u PR, bilib olinglar shu narsa. Mana bunaqa narsa ham bor-da. Nima deydi? Ey, bolani ko'chaga bitta o'zini chiqarma, u qaraydigan odam bormi desang,
ha shuncha odam bor u ko'chada deydi. Keyin Telegramdan o'sha sen aytganingdek xabar kelib qoladi, bola o'g'irlari ko'paygan, ogoh bo'ling, undoq edi, bundoq deydi. Keyin darona qilib qolaman. O'zim uyda endi shunga o'xshagan bir masalan mavzu bo'lib qolsa ham aytaman-da. Mani gapim inobatga mana shu Telegramga gapiga kiryapsan lekin deyman-da. Endi shu Telegramdan yozaman, endi o'tib xabar tarqatib, sekin senga tashab qo'y. Banda ham shunaqa bo'ladi ko'pincha. Sen gapimga quloq solishmaydi, lekin YouTube'ga, anaqaga quloq solishadi, Instagramga. Misol uchun mana 50 yillik avtomashinalar utilizatsiya qilinishi kerak, ya'ni ko'chada yurishi taqiqlanyapti. Bu o'sha 76 va undan yuqori yillarda ishlab chiqarilgan avtomashinalar haqida ketyapti. Bu Jiguli'mi, Volga, Moskvich. Shunga o'xshagan farqi yo'q. Mercedes bo'ladimi? Endi antikvar mashinalar bundan istisno deyapti. Endi uni antikvarligi qanaqa qilib baholanadi, uni bilmaymiz. Lekin men aytib qo'yay, to'g'ri, biz ham yaxshi ko'ramiz zo'r elektromobillarni, boshqa, lekin Jiguli va bu shunga o'xshagan mashinalar, meni yaxshi ko'rgan mashinalarim nimaga? Top nimaga? Baquvvat bu. Nimaga? Ya, endi baquvvatligi savol ostida albatta. Men eski mashinalarning ovozi baland chiqadi. Ko'chada yuraman, men ko'zim ko'rmaydi, xasida yuraman, bitta o'zim yurgan paytlarim qilib kelib qoladi. Nima deydi? Eshitaman-da. Men elektromobilda shunaqa holatlar bo'ldi, hattoki elektromobil orqaga zadniy xod bilan yuryapti-da, men turtib yuryapti. Tushunasan? Ayniqsa avtobusda bo'ladi. Ovoz ketardi. U qo'rqib ketardi ovozdan. Endi nima desam ekan, o'zi buni qanaqadir mayli qonunchiligi kirgizamiz, 50 yillik mashinalar ularni muomaladan chiqarish kerak deb, lekin zamonaviy mashinalar haqida ham baribir o'ylashimiz kerak. Misol uchun nimaga shu elektromobillar mana ovozini chiqaradigan funksiyasi bor ekan, ya'ni qilib qo'yadi-da. Qo'zg'alayotganda, yurayotganda, qanaqadir tezligi sal pastroq bo'lgan vaqtlarda, masalan-da. Hop. Shuni majburiy qilib qo'ysa, odamlar mana shuni o'chirib qo'yapti, ishqiboz bo'lib. Lekin qanchadan qancha ko'zi ojiz odamlar qiynalyapti. O'zbekistonda 80 mingdan oshiq ko'rish bo'yicha nogironligi bor odam yashaydi. Undan tashqari masalan, yosh bola bo'lishi mumkin. O'shanda meni turtib yuborgan mashina meni emas, kimdir farzandini turtib yuborishi mumkin edi, masalan-da. Bola hamda orqasi bilan turgan bo'lsa, bilmaydi-yu mashina kelayotgan, ovoz chiqmayapti. Qachon turtib yuborgan sani? Shu o'tgan yil yozlarda bo'ldi-da. Boshida anaqami ish qilib, sog'ayga, boshida pacholamayapti. Mashina ishlarsa qiladi. Boshida ishlarsa qilmayapti ish qilib. Yo, ishlarsa. Tushib to'lay mashinamni nimadir ish. Yo, tushib menga adolжение qilib, men aytolmadi, sal qaramaysizmi? Undoq deb ana qilib ketyapti, menga tashyapti-da endi. Men aytolman, siz noto'g'ri ish qilyapsiz hozir deyman. Bu noto'g'ri-yu desam, nima qilayman hozir endi? Nima qilayin hozir deb endi elektromobil bor degani o'rtoqlar bu bo'ldi, ko'chani sotib oldim, xohlagan ishimni qilaman, yorib tashlayman degani emas. Nafaqat unaqa ovoz, unaqa ko'zi ojizligi. Umuman mahallalar ichida ham, lekin o'zi bosa-bosilicha ko'payib ketyapti bunday qaraganda. Sal yosh bolalar ayniqsa mashina haydaydi-yu. Kattalar sal anaqaroq haydaydi, sal sekinroq haydaydi. Lekin yosh bolalarga iloji boricha mashinani bermaylar. Eshitdingmi, yaqinda 2-sinf bola boshqargan mashina? Ha, eshitdim, buni ham ko'rdim. Videoda keyin Sergelida 6-sinf bola haydagan mashina ushalgan, Ali nima deydi? Bu ishni birinchi marta qilmayotgan ekan-da, eng qizig'i. Doimiy. Ular mashinani ishqibozligiga haydaydi-da, ularga. Endi ishqibozligiga haydasa, mana qilib ko'chalarda. Ya, ular tushunmaydi-da bu narsani. Shuning uchun berish kerak emas. Avvalo bolada ayb yo'q. Ayb ota-onasida. Bolada ayb yo'q. Bolada ayb yo'q. Hamma aytmanda deydi. Demak bo'lmasa, mana bu elektromobillarni
ovozi chiqmasligi va hokazo shunga o'xshagan sabablardan kelib chiqqan holatda biz Qonunchilik palatasiga taklif kiritamizki, 50 yildan katta bo'lgan yillik mashinalar qolsin, ungacha bo'lgan mashinalarni utilizatsiyaga beringlar. Ovoz chiqadigan, tariladigan, sharillaydigan mana ko'z ojiz odamlar qiynalmasin. U bizga Jigulilar, Volgalar, Moskvichlar yoqadi. Elektromobilda yurish yoqadi-yu, u bundoq kelayotganda ovoz chiqadi. Elektromobilda siz yuringda, lekin ko'chada odamlar Jiguli deydi. Shunday bo'lsin. Hali aytadi-yu, butun dunyodagi odamlar menga o'xshab ko'r bo'lib qolsin deydi. Xudo saqlasin, mayli. Yaxshilik bo'lsa, endi bu shunchaki hazil. Albatta. Endi hazil orqali ozgina o'tdan gapirib qo'yamiz. Qanaqa mehmonlar bo'lishini xohlaysizlar? Mana menga odamlar aloqaga chiqyapti-da. Men chiqmoqchi edim deb, masalan, do'stlarimiz yaxshi niyatda aytishadi. Men xursand bo'laman. Lekin aytayapman-da, mayli ozgina mana nogironligi bor do'stlarimdan chiqyapti, misol uchun odamlar. Men aytayapman, ketma-ket chiqarmaylik, chunki odamlarda shunaqa stereotip uyg'onib qoladi-da. Nogironmi? Bo'ldi, nogironlar bilan suhbat qilsin, boshqalar bilan suhbat qilmasin deydiganlar bor. Shunaqa tushunchaga borib qolmasligi uchun biza imkon qadar ozgina sal boshda shunaqa har xillik qilib olib chiqamiz. Endi mana Bir kam dunyo blogini Muhriddinni olib chiqdik. Suhbat yaxshi bo'ldi, yaxshi ko'rilyapti ham. Endi xudo xohlasa yana balki 4-5 ta mehmon taklif qilib, yana orada o'zimizdan do'stlarimizdan kimlardir olib chiqish reja qilamiz. Nima deb o'ylaysizlar? Kimlarni mehmonga chaqirsak bo'ladi? Kommentariyada yozib qoldiring. Belgilab yozib, mashi bo'lsa edi. Nima savol bergan bo'lardingiz o'sha odamga? Yo, lekin hozir baribir aytib qo'yishimiz kerak. Hozir yaqinda bizga yaxshi o'sha spikerlar aqalay hali chiqyapti. Xudo xolisa mehmonlarimiz bor. Shunchaki o'sha aytganimdek, boyaga vaqtimizga to'g'ri kelyapti. Endi to'g'ri tushunamiz, ular ham ijodda kun bo'yi kerak bo'lsa haftalab ijod qilishadi. Lekin mana kelamizni va'da berganlar ham bor. Baraka topsa, kimir ijodkorlar ham bor deyman-da. Shunaqalar ham bor. Zo'r anaqa bor-da, yana bir g'oya bor-da. Reklama qilib ketaman shu bahona. Ham bo'lmasa, men bilasan Golden Chess klubini ochdim. Shaxmat klubi. Goldenmi, Realmi? Yo'q, Golden Chess klub. Yo, Real deyotding, Royal. Royal emas. Real bo'lmasa-ki. Xullas, shaxmat klubi bor. O'sha har xil joylarda ba'zi ochaman. Bir sari fikringni bilmoqchiman. Aytaba, shaxmat ochaman desam, nima deyishyapti? Bizga shaxmatchilar kerak emas. Yo, charchaganmiz pul yig'ishda, tuda-suda, yo. Shunga nima deysiz? Qanaqa qaraysan, mana shu savoliga, mana shu javobiga. Mana shu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysan? Endi to'g'risini aytsam, odamlarning orasida shunaqa baribir tushuncha, ijtimoiy fikr shakllanib qolganda. Maktablarda, bog'chalarda yig'dilar, ko'p degan fikr bor. Remontga yig'g, unga yig'g, bunga yig'g, sirk keldi deydi, u keldi deydi, bu keldi deydi. Meni ham bolalarim chiqadi bog'chaga. Bir paytlarda menga ham ana qilib qoladi. Masalan, aytib qoladi, sirk kelar ekan, o'shanga palon mingdan, masalan 20 mingdan o'sha bola boshiga yig'ish kerak deydi. Misol uchun, ikkita bolam bog'chaga chiqadi, 40 ming bo'ladi. Misol uchun-da. Orinmayman, endi beraman, lekin o'ylab qolaman. Ularni kim chaqirdi ekan deb qolaman-da. Endi tushunaman, что o'sha sirkchilar ham bog'chalarga borib taklif bildiradi. Keyin endi baribir sal har xil rang-baranglik bo'lsin deb bog'cha rahbariyati bilan kelishib shu sirk tomoshalarini tashkil qilishadi. Bu ijobiy, yaxshi narsa. Endi bitta holat aytib beraman. O'g'lim bog'chada taekvondoga boryapti. O'sha 150 mingdan to'lanyapti. Yo'q bo'lib qoldi, o'qituvchi yo'qolib qoldi, yoshgina yigit edi. 19-20 yashar bola edi, trener edi. Yaxshi musobaqalarga olib chiqdi,
o'rinli oldi, o'g'lim ancha qiziqib motivatsiyasi zo'r bo'tdi. Lekin yo'q bog'chada. Normalniy bir Yo'q. to'g'ri bog'chasida. Trener mayli, Yo'q. yo'q qo'ygani mayli. Bu bog'cha rahbariyati bizga Endi albatta bunaqa bolalar nomida javob berish. o'tda aytish kerak edi, balki gruppaga yozib mana shunaqa shaxmat bo'yicha klub kelyapti, taklif bildiryapti. Menimcha so'm ekan, 100 so'm ekan, 150 ming ekan. Nima deysizlar shunga? Bolalarini kim beradi? Nechta odam, masalan, kamida bir 10 ta odam yig'ilsa, shularni chaqirib olamiz. Deyishi mumkin. Masalan, o'sha yerda deylik, juda bir sharoit og'ir odam bo'lishi mumkin, ikkita, lekin bolasi juda talantli bolalar. Shunaqa bolalarimizni tekiga o'rgatib. Nabarot balki bir 10 ta 15 ta Tekiga platniy o'rgatamiz bola kerak. kelsa, bir ikkita endi kam ta'minlanganlarni ham qo'shib yuboring desa qo'shib yuboriladi. Qo'shib u bobo emas. Prosta men bu yerda anaqadagi gap bolalar nomidan javob berish bu xato deb o'ylayman. U yerda balki u pul yig'ishdan qochayotgandir, boshqadan qochayotgan. U bola qiziqar. U yerda balki qayerdan bilasan, bitta inson bo'lardi, erkak ekan, rahmatli o'sha shashkachi, shaxmatchi, o'sha yetardi, o'sha ko'p yetardilar. Balki bir qishloqni bir joyida bir qo'y boqib o'tirgandir, bitta chempion. Biz qidirishimiz kerak derdilar-da. Shunga o'xshagan narsada. Diqqat qiling, Bahodir Ubaydullayev. Reklama. Nima edi? Golden Chess Club. Golden Chess Club asoschisi u bog'chalarga o'zini murabbiylarini yubormoqda va sizning bolalaringiz orasida ham grossmeysterlar chiqishi mumkin. Lekin shaxmatchilarga hozir juda ham katta e'tibor berilyapti va jahon chempioni bo'lsa juda katta pul berildi o'sha nodirga Olimpiadachilardagi kimdan ulardan kam emas. Bir xil. Demak, ham aqliy, ham logika rivojlanadi, ham bo'sh vaqti to'ladi. Golden Chess sizning farzandingizga ta'lim beruvchi eng yaxshi shaxmat klub. Bolalar reklama qiladi. Bolalar shaxmatni ikkitamiz. Shaxmatni yopamiz. Endi boshqa mavzuga o'tamiz. Shaxmatni yopamiz. Va endi to'xtab qoldi degan gaplar bor. Bizadami? Endi xudo xolasa, endi podkast boshlagandan keyin ozgina podkast bilan mashg'ul bo'lib qoldi. Endi to'g'risi, boyaga aytganimizdek, juda ham bizga hozir og'ir bo'lyapti. Chunki montajni ham o'zimiz qilamiz, lekin baraka topsa Center Studio biz videolarimizni olib berishyapti, podkastimizni olib berishyapti. Chunki montajni o'zimiz qilayotganimiz uchun juda ham hozir vaqtimiz ketib qolyapti. Shuning uchun xudo xolasa, lekin mayl bo'ladi yaqinda. Mayillik ideyalar bor. Bor. Ham biz hozir o'qiyapmiz, o'sha Focus kinematografiya maktabida Ochiq qadam. Ochiq qadam loyihasi bo'lyapti. O'sha kinematografiya kursida o'qiyapmiz, ozgina shu bilan ham sal band bo'lib qoldik. Lekin yaqin fursatlarda xudo xolasa yaxshi yumoristik, satira, tanqidiy, tahliliy, ibratli, mazali, bemaza vayinlarimiz sizlar uchun namoyish qilinadi. Qanaqa mavzularni yana muhokama qilish xohlagan bo'lardik? Kimlarni chaqirishimizni xohlagan bo'lardinglar? Va kimni chaqirib qanday savol berishimizni xohlagan bo'lardinglar? Kommentariyalarda yozib qoldiringlar. O'tdan bo'tdan podkast Centro studioda Oybek metroda joylashganmiz. Oybek metro studiya Centro deb. Va albatta sizlar bilan men Bahodir Ubaydullayev hamda Ulug'bek Mamatxonov bo'ldik. Birga bo'ldik. Biz bilan birga qoling, obuna bo'ling, yaqinlaringizga yuborib qo'ying, like, kommentariy, podpiska. Hech narsani ayamang. Bye bye. To'lib chaqiravering mana. Yandex chaqir.